qimmat pullar urush qilayotgan bo'lib ketganlar. Yo'q, pul. Endi kimdirlar bera oladi, qaysi organizatsiya beradi. Uni joylashadi. Bu kichkina bo'lmaydi, uni kichkim kutgan, hali ko'p kishi kutyapti-ku. Bu faqat O'zbekiston emas, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Inshaalloh organizatsiya qaysi shu Aksagon MMA'ni uyushtiradi. Bo'ladi imkon. Faqat men jang qilaman desam, yo'q, u jang qilaman desa birdan jang bo'lib ketmaydi-da. Bilasizki o'zingizlarni? Yo'q, bilaman. Baribir hozir tonirovkani qilib turib, eng zo'r payt mana shu ro'zadan keyin-da, qaror shu yil oxirlariga o'rta. Deyiladigan yozibdi. Yengilganing tan ol, Alpingol ketdi. Beliyajon, og'zingga tuflab qo'yaman ikkita o'g'il tug'adi. Bu yerda Alpingol yo'q-ku o'rta. Ha. O'zi Alpingol bo'lsa kerak. O'zi jala bu narsa so'zlarni bilmayman o'zlari. Alpingol. Ha, nima kerak senga? To'xta. Inshaalloh yaxshi bo'ladi, hamma kutgan narsalar bo'ladi. Xudo. Hammasi mehnat sababi bo'lyapti o'rta. Uxlaganimiz yo'q. Ikkitalabdan tonirovkadamiz. Kelib dam olyapmiz, kechga yana tonirovkadamiz. Rejimdamiz o'rta. Xudoning o'zi ko'rib turibdi mehnatlarimizni. To'xta.